Assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan 6-sinf darsligidan 4-paragraf, ya'ni mavzusini o'rganamiz. Ya'ni bu mavzu eneolit va bronza davri deb ataladi. Eneolit va bronza davri. Metal davrining asosiy xususiyatlari haqida gaplashamiz. Metal davrining asosiy xususiyatlari. Neolit davrining oxirida odamlar misdan foydalanishgan. Undan mehnat qurollarini yasashga o'tishdi. Neolit davrining oxirida odamlar misdan foydalanishga, undan mehnat qurollarini yasashga o'tishdi. Misdan yasalgan mehnat qurollarining tosh qurollari bilan birgalikda ishlatish davri eneolit, ya'ni mis tosh asri deb ataladi. Ya'ni misdan yasalgan mehnat qurollarining tosh qurollari bilan birgalikda ishlatilish davri eneolit, mis tosh davri deb ataldi ekan. Mis davri miloddan avvalga, ya'ni bu davr mis tosh davrimiz miloddan avvalga 4-3 ming yillikning o'rtalariga to'g'ri keldi. Metallurgiya rivoji kishilarning moddiy va ma'naviy madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Metallurgiyaning rivoji kishilarning moddiy va ma'naviy madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Miloddan avvalga 4000 yillikda qadimgi sharqda ilk shaharlar va davlat vujudga kela boshladi. Ya'ni miloddan avvalga 4000 yillikda qadimgi sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshlagan ekan. Miloddan avvalga 4000 yillikda qadimgi sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi. O'rta Osiyo janubida sun'iy sug'orishlar asoslangan dehqonchilik vujudga keldi. O'rta Osiyo janubida sun'iy sug'orishga asoslangan dehqonchilik vujudga keldi. Xom qishdan ko'p xonali uylar qurila boshladi. Idishlarni pishirish uchun kulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishildi. Ya'ni idishlarni pishirish uchun kulolchilik, ya'ni xumdonlardan foydalanishga kirishildi. Sopol idishlar hayvonlarning, qushlarning tasvirlari va o'simliklarning naqshlari, ya'ni yaproqlari, gullar bilan bezatila boshlangan ekan. Sopol idishlar hayvonlarning, qushlarning tasvirlari bilan o'simlik naqshlari, ya'ni yaproqlar, gullar bilan bezatila boshlagan ekan. Odamlar misni eritib, qalay, qo'rg'oshni yoki rug' bilan qo'shib bronza olishni o'rganganlar. Odamlar misni eritib, qalay yoki qo'rg'oshinni yoki rug' bilan qo'shib bronza olishni o'rganganlar. Bronza misdan ko'ra ancha qattiqligi tufayli miloddan avvalgi 3000 yillik o'rtalaridan boshlab asta-sekin mehnat qurollari, qurol-yarog'lari va zeb-ziynat tayyorlashda ishlatuvchi asosiy ashyoga aylanib qoldi. Bronza mehnat qurollariga ega bo'lgan odamlar endi dalalarga ancha durust ishlov berish va ekin maydonlarini kengaytirish imkonini qo'lga kiritdi. Bronza mehnat qurollariga ega bo'lgan odamlar endi dalalarga ancha durust ishlov berish, ya'ni bronza mehnat qurollariga ega bo'lgan odamlar endi dalalarga ancha durust ishlov berish va ekin maydonlarini kengaytirish imkonini qo'lga kiritdi. Natijada ular ixtiyorida ortiqcha miqdorda qishloq xo'jalik mahsulotlari vujudga keldi. Natijada ular ixtiyorida ortiqcha miqdorda qishloq xo'jalik mahsulotlari vujudga keldi. Chorvachilik asta-sekin dehqonchilikdan ajralib chiqa boshladi. Ya'ni chorvachiligimiz asta-sekin dehqonchilikdan ajralib chiqa boshlagan ekan. Bu bronzada yasalgan to'g'nog'ich va tosh munchoqlar bilan mana 17-asr miloddan avvalgi bronzada yasalgan to'g'nog'ich va tosh munchoqlar hisoblanadi. Xo'p. Tarixning ko'p davrlari davomida urug' jamoasidagi muhim ishlar ayollar zimmasida bo'lib, ya'ni tarixning, ya'ni patriarxatning boshlanishi, patriarxat ya'ni bu erkaklar ota tomonidan yaqin qarindoshlarning bir necha avlodlarini tashkil topgan oila. Tarixning ko'p davrlar davomida urug' jamoasidagi muhim ishlar ayollar zimmasida bo'lib, bular bolalarni tarbiyalash, ovqat tayyorlash, hayvon terilarini tozalash, kiyim bosh tayyorlash, jamoada ularning ayniqsa yoshi katta ayollarning mavqei erkaklarnikiga nisbatan ancha baland bo'lgan ekan. Omosh bilan yer haydab ziroatchilik qilish, chorvachilik, hunarmandchilik vujudga kelishi natijasida urug'ni yetarli mahsulotlar bilan ta'minlash erkaklar qo'lga o'tdi. Ya'ni omon bilan yer haydab ziroatchilik qilish, chorvachilik, hunarmandchilik vujudga kelishi natijasida urug'ning yetarli mahsulotlar bilan ta'minlash erkaklar qo'lga o'tdi. Uy xo'jaligi yumushlari ayollar zimmasida qoldi. Uy xo'jaligining yumushlari esa ayollar zimmasida qoldi. Endi urug'chilik oilasida erkaklar muhim o'rin tuta boshladi. Qarindoshlik erkaklar tomonidan belgilanadigan bo'ldi. Va patriarxat davri boshlandi. Oila ota tomonidan yaqin qarindoshlarning bir necha avlodlaridan tashkil topadigan bo'ldi.
ota tomonidan yaqin qarindoshlarning bir necha avlodlaridan tashkil topadigan bo'ldi. Ya'ni bronza davri manzilgohlari haqida gaplashamiz. Keyingisi miloddan avvalgi 3000 yillik oxirlari 2000 yilga oid manzilgohlardan biri Zarafshon daryosi havzasidagi Zamonbobo ko'li yaqinida topilgan Buxoro viloyati Qorako'l tumani. Xorazm vohasida ham bronza davriga oid manzilgohlar o'rganilgan. Arxeologlar Surxondaryo vohasidagi qadimgi ziroatchilik manzilgohlaridan biri bo'lgan Sopolli tepani topishdi. Bu Muzrabot tumani hisoblanadi ekan. Qazishmalar davomida bu yerdan qamg'ishdan qurilgan uy-joylar, sopol buyumlar, bronzadan yasalgan mehnat qurollar va zeb-ziynatlar yasalgan ustaxonalar qoldiqlari, shuningdek yirik qumlardan saqlangan bug'doy va arpa doni topilgan ekan. Xo'p, bu yerda aytyaptiki, miloddan avvalgi bronza davri manzilgohlar miloddan avvalgi 3000 yillik oxirlari 2000 yilga oid manzilgohlardan biri Zarafshon daryosi havzasida Zamonbobo Xo'p, bu yerda aytyaptiki, 2000 yilga oid manzilgohlarda Zamonbobo 2000 yilga oid manzilgohlardan biri Zarafshon havzasidagi Zamonbobo ko'li yaqinida topilgan. Bu ko'l yonida topilgan Buxoro viloyati Qorako'l tumani hisoblanadi. Zamonbobo ko'lida topilgan Buxoro viloyati va Qorako'l tumani. Xorazm vohasida ham bronza davriga oid manzilgohlar o'rganilgan. Arxeologlar Surxondaryo vohasida qadimgi ziroatchilik manzilgohlaridan biri bo'lgan Sopolli tepani topishgan ekan. Bu Muzrabot tumani deb ataladi. Qazishmalar davomida bu yerdan qom-g'ishtdan qurilgan uy-joylar, sopol buyumlar, bronzadan yasalgan mehnat qurollari va zeb-ziynatlar yasalgan ustaxona qoldiqlari, shuningdek yirik qumlarda saqlangan bug'doy va arpa doni ham topilgan ekan. Bronzada yasalgan bilaguzuk. Miloddan avvalgi bu 12-asr. Mana. Bu ilon tasvirida tushirilgan tosh tumor. Miloddan avvalgi 2000 yillik Farg'ona vodiysidan topilgan. Ya'ni ilon tasvirida tushirilgan tosh tumor qayerda topilgan desa, Farg'ona vodiysida miloddan avvalgi 2000 yillik. Bronzadan yasalgan bilaguzugimiz miloddan avvalgi 12-asrda. Patriarxal davri oilasi deganimiz bu ota tomonidan yaqin qarindoshlarning birinchi avlodlaridan tashkil topgan oila. Ya'ni ota tomonidan yaqin qarindoshlarning birinchi avlodlaridan tashkil topgan oila hisoblanadi. Surxon vohasida, ya'ni hozirgi Sheroboddan ancha uzoq bo'lmagan joy, Jarqo'ton manzilgohi vujudga kelgan. Surxon vohasida Jarqo'ton manzilgohi vujudga kelgan. Jarqo'ton qurilishi tarixida ilk shahar alomatlari ko'zga tashlandi. Jarqo'ton qurilish tarixida ilk shahar alomatlari ko'zga tashlandi. U ikki qismdan iborat bo'lgan. Qala va uning atrofidagi jamoa a'zolari bo'lmish hunarmand va dehqonlarning uylari joylashgan. Jarqo'tonda ibodatxona qoldiqlari topilgan ekan. Bronza davri manzilgohlari aholisi har xil hunarmandchilik, to'quvchilik, kulolchilik rivoj topishtirishda, zeb-ziynat buyumlarni yasash, qurilish sohasida katta yutuqlarga erishgan ekan. Bronza davrida odamlar kulolchilik sharhi va g'ildirakni kashf etdilar. Bronza davrida odamlar kulolchilik sharhi va g'ildirakni kashf etganlar. Shu tariqa dastlabki aravalar vujudga kelgan ekan. Xo'p, Jarqo'ton manzilgohlari, qazishmalar bu yerda Surxon vohasida hozirgi Sheroboddan ancha uzoq bo'lmagan joy, ya'ni Jarqo'ton manzilgohlari vujudga kelgan. Jarqo'ton qurilish tarixida ilk shahar alomatlari ko'zga tashlandi. Bu ikki qismdan iborat bo'lgan qala va uning atrofidagi jamoa a'zolari bo'lmish hunarmand va dehqonlarning uylari hisoblanadi ekan. Qala va uning atrofidagi jamoa a'zolari bo'lmish hunarmand va dehqonlarning uylari joylashgan. Jarqo'tonda ibodat qoldiqlari ham topilgan ekan. Xo'p, naqshlar bilan bezatilgan sopol idishlar bilan bu bronza ko'zgulari Zamonbobo manzilgohida. Bronza ko'zgugohlari Zamonbobo manzilgohida. Xo'p, mana qarang. Chiroyli qilib tushirilgan rasmlar. Shu bilan azizlar, darsimiz tugadi. O'z nihoyasiga yetdi. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, like bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Agar boshqa darsliklardan ham mavzu kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zim tushuntirib beraman. Birgalikda sertifikatgacha boramiz.